Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini doimiy ravishda kuzatib boruvchilarimiz. Bugun mana Xudo xolasa kechqurun video olyapman, soat 7. Kavrak ko'chatlarimiz mana keldi, Xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, endi bundan buyog'iga hammasini navbat beramiz. Har xil turdagi ko'chatlarimiz bor. Ba'zi birlar 2 yillik ko'chat so'rashyapti, 1 yillik ko'chat so'rashyapti, budjetliroq, arzonroq bo'lsin deb. Arzonroq ko'chatlarimiz ham bor mana aziz obunachilar. Mana bunaqa yosh qalamchalar ham bor. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, navi hammasiniki bir xil, chista Ko'xiston Uljon. Faqat yoshida farqi bor. 1 yillik, 2 yillik, 3 yillik. Kimda puli, misol uchun kimda pul kamroq bo'lsa, pajalisti sal kichkinaroq demasalaring, mana bunaqa ko'chat olsalaring ham bo'ladi. Agar sal yo'q, menda pul yaxshi, o'zimga to'qman deydigan bo'lsalaring, mana misol uchun menda ko'chatlardan ham olsalaring bo'ladi. Akalar, ertadan Xudo xolasa mana 25-oktyabrdan bemalol zakazlarimizni tarqataveramiz. Aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.